Sodiq Samarqandiy, Abdulloh Zufar, Abu Saloh, Ahliddin Navqatiy kabi fitnakor kimsalar va soxta salafiylik tarafdorlarining ba'zilari konstitutsiya va qonunlar asosida boshqarilayotgan musulmon davlatlarni Allohning hukmi asosida boshqarilmaydi degan da'vo bilan kofirlikda ayblab, Qur'on Moida surasining 44, 45 va 47, An'om surasining 57-oyatlarini dalil sifatida keltirishadi. Bu da'vo qanchalik to'g'ri? Sodiq Samarqandiy, Abdulloh Zufar, Abu Saloh, Ahliddin Navqatiy kabi fitnakor kimsalar va soxta salafiylik tarafdorlariga javob sifatida Ibn Abbos, Ibn Mas'ud, Baro ibn Ozib, boshqa barcha sahobiy va tobiiylar rivoyatlari va sharhlari, barcha mufassirlarning sharhlarini keltirish mumkin. Ularga ko'ra, oyatdagi kofirdirlar so'zi musulmonlarga emas, balki Allohning hukmi bilan chiqarmaydigan toifalarga tegishli. Sahobiylar 44-oyat o'sha davrda Banu Qurayza va Banu Nazir Yahudiy qabilalar orasida odam o'ldirib qo'yilganligi uchun diya to'lash masalasida chiqqan mojarodan so'ng nozil bo'lganini e'tirof etganlar. Hamda oyatning hukmi shu ikki toifa bilan cheklanishga ijtihod qilganlar. Aslida mazkur oyatlarni to'liq o'qishning o'zida ular musulmonlardan boshqalar haqida nozil bo'lganligiga ishonch hosil qilish mumkin. Jumladan Moida surasining 44-oyati quyidagicha: Darvoqe, biz ularga Tavrotni nozil qildik. Undagi hidoyat va nur ahkomlari izohi bilan itoatkor nabiylar, zohidlar va ulamolar Yahudiy bo'lganlarga Allohning kitobidan yod oldirilgan bilimlariga binoan hukm bayon ettirlar. O'zlari bunga guvohdirlar. Bas, ey hukm chiqaruvchilar, odamlardan qo'rqmangiz, mendan qo'rqingiz va mening oyatlarimni ozgina bahoga almashtirmangiz. Alloh nozil qilgan narsa, oyatlar bilan hukm qilmaganlar, ana o'shalar kofirdirlar. Oyatdagi Tavrotni nozil qildik va Yahudiy bo'lganlarga kabi iboralar orqali uning mazmuni Yahudiylar haqida ekanligini bilib olish mumkin. Islom dini ko'rsatmalarida davlat boshqaruvining aniq bir shakli tavsiya etilmagan. Shu sababli Islom dini tarixi va bugungi kunda turli siyosiy boshqaruv shakliga ega musulmon davlatlari mavjud. Islom ta'limoti ijtimoiy munosabatlarda teng huquqlilik, erkinlik, turli tumanlik, jamoa fikrini hurmat qilish, shuningdek, adolat bilan saylangan rahbarlarga itoat qilishni targ'ib etadi.